Akalar juda ko'p so'ralgan mavzular. Arizoda bir siylar so'nggi paytlarda atmosferasi ham chiqdi, turbinasi ham bo'lgan. Ko'p holatlarda qo'yganmiz, shortlarga joylagan ekanmiz, postga kamalak joylagan ekanmiz. Shuning uchun bundan buyog'iga sizlar uchun alohida postga uzoqroq video qilib joylashtirishga harakat qilyapmiz. Sababi mijozlarimiz, ya'ni ko'p talab qilyapti. Arizoga qo'yganmizlar, qanaqa yuradi, qanaqa zapchastlar qo'yasizlar, original qo'yilsa qanaqa bo'ladi, Xitoy qo'ysa qanaqa bo'ladi deb. Gazpro servisda faqatgina har bir mashinani o'ziga xos ravishda original zapchastlar bilan qo'yishlikka harakat qilamiz. Xullas konsekvensiya maqsadga o'taman. Arizo 6 Pro mashinasiga o'ziga xos qilib propan qo'yib berganmiz. 65 litrlik silindrli balon qo'yib berganmiz. Atiga firmasiga tegishli. Armaturalar ham, datchilari ham hammasi original qilib qo'yib berilgan. Eng qizig'i balonimizni o'ziga zavod tomonidan 10 yil garantiya beriladi. Oldiga keling. Yevropa gazda yangilangan knopkalar bilan qo'yib berganmiz. Bu eskisidan ko'ra sal farqli. Lekin vaholanki, u ham yangi dizaynga ega ekan. Endi motor qismiga keladigan bo'lsak, mashinamiz 1.5 turbinali varianti. Buni atmosferasi ham bor aytganimdek, bu 1.5 turbinasi. Mashina atiga 3300 km yurgan. Bunga biz mashinani motori o'lmasligi uchun, taqalab qolmasligi uchun, chakalab qolmasligi uchun, ya'ni bir so'z bilan aytganda, himoya qilishlik maqsadida propanni qo'yib berganmiz. O'lbam aytganimdek, o'ziga xos ravishda har bittasini, ya'ni injektorning o'ziga xos, blok upravleniyasi ham o'ziga xos, reduktori ham ot kuchiga mos ravishda har bittasini tanlab qo'yib berganmiz. Ya'ni EMS blok upravleniyasi qo'yilishiga shart, sababi mashina turbina bo'lganligi uchun hamda yangi avlod motor turiga kirganligi uchun EMS blok qo'yishligi shart. Sababi bunda ko'proq funksiya mavjud. OBD sekinlarga ham o'qiydigan variantlari. Dakota 2 ohmlik spatulni injektor qo'yib berganmiz. Turbina bo'lganligi uchun albatta turbinaga biz albatta spatulni injektor qo'yishlikka harakat qilamiz. Mashina chikib qolmasligi uchun va yaxshiroq yurishlik maqsadida bo'lib ham 2 ohmlikda originali. Buni hozir podligalar chiqib qolibdi. Ahamiyat berasizlar originalni qo'yishlikka har doim. Qayda qo'yishlardan qat'iy nazar. Endi aytganimdek, mashinamiz ot kuchi 136 ot kuchi bo'ladigan bo'lsa, buniki bo'ladigan bo'lsa 170 ot kuchiga ega. 136 mi 150 mi mashina? 150 ga adashma. 147 adashib ketibman. 147 ga biz qo'ygan reduktorimiz edi. 170 ot kuchiga ega. Har bitta mashinaga qo'yilganda buni ham o'ziga xos ravishda bemalol ot kuchini yetkazib beradi qo'ygan narsalarimiz. Shuning uchun tanlovda adashmanglar akalar. Qayda qo'yishingizdan qat'iy nazar eng zo'rini qo'ydiringlar. Eng zo'ri hech qachon Gentra Cobalt Lasettilar narxidaqa bo'lmaydi. O'ziga xos qo'yilganda kamida $100, $150 razlika qilishligi kerak. Shundan ham farqlab olsanglar bo'ladi. Shunaqa sifatli xizmatlarni o'tkazib olmaslik uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Agar bizning xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqa qilib chiqib, Gazpro servisiga tashrif buyuring. Biz sizni kutib qolamiz.